Logopedik mashg'ulotda tarbiyaning asosiy tizimini o'rganish. Reja. Tarbiyaning asosiy tizimi nima va qanday vazifalarni bajaradi? Tarbiyaning asosiy tizimining tuzilishi va komponentlari qanday qilib tarbiyaning asosiy tizimi ishlash prinsipi tushuniladi? Tarbiyaning asosiy tizimining o'rganishda yuzaga keladigan muammolar qanday? Tarbiyaning asosiy tizimi amaliyotda qanday qo'llaniladi va natijalari qanday? Tarbiyaning asosiy tizimi ta'rif va ahamiyati. Tarbiyaning asosiy tizimi insonning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu tizim ma'naviy, intellektual va ijtimoiy qobiliyatlarni shakllantiradi, uning to'g'ri ishlashiga yordam berish, yosh avlodning barqaror tarbiyasini ta'minlashda asosiy vazifa hisoblanadi. Tarbiyaning asosiy tizimining vazifalari. Tarbiyaning asosiy tizimi vazifalari bolaning rivojlanishini ta'minlash va ularning ijtimoiy hayotga moslashishini qo'llab-quvvatlash bu vazifalar bolalarda axloqiy, ma'naviy va intellektual sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Har bir vazifa o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, masalan, axloqiy tarbiya, diniy va halol insonni tarbiyalashga qaratilgan, ma'naviy tarbiya esa ma'naviy qadriyatlarni rivojlantiradi. Tarbiyaning samaradorligini oshirish uchun o'qituvchi, ota va ona, jamiyatda hamkorlik muhim. Shuningdek, ijtimoiy va madaniy ko'nikni hisobga olish, zamonaviy pedagogik metodlar qo'llash zarur. Tarbiyaning asosiy tizimining natijasi. Tarbiyaning asosiy tizimining natijalari muvaffaqiyat va samaradorlik ko'rsatadi. Bu natija yordamida bolalar nutq rivojlanishi, o'quv yutuqlari va ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlarni o'lchash, ular jamiyatdagi muvozanat va farovonlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kelajakda tizimni takomillashtirish uchun yangi texnologiya va metodlarni joriy etish rejalashtirilmoqda. Bu esa ahamiyatda keng qo'llaniladi. Tarbiyaning asosiy tizimining tuzilishi. Tarbiyaning asosiy tizimi bir necha muhim komponentlardan tashkil topgan. Ular o'zaro bog'langan bo'lib, umumiy tarbiyaviy jarayonni tashkil etadi. Har bir komponentning roli muhim bo'lib, masalan, oilaviy muhit, maktab va jamiyat tarbiya jarayonida muhim o'rin tutadi. Ularning samarali aloqasi sistemaning muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Tuzilmani mustahkamlash uchun muhim bo'lgan elementlar orasida pedagogik usullar, tarbiyaviy muhit va nazariy mexanizm mavjud. Bu tizimlar tarbiyaning samaradorligini oshiradi. Tarbiyaning asosiy tizimining komponentlari. Tarbiyaning asosiy tizimining komponentlari nazariy va amaliy jihatlardan iborat. Nazariy qismi bilim va tushunchalarni shakllantirishga xizmat qilsa, amaliy qism ularni qo'llashga yo'naltiriladi. Har bir komponent o'ziga xos xususiyatlari va funksiyalari bor. Masalan, nazariy komponent bilim va tushunchalarni rivojlantirsa, amaliy komponent ularni kundalik hayotda qo'llash imkon beradi. Komponent o'rtasida integratsiya muhim bo'lib, ular bir-biriga ta'sir qilish natijasida ta'lim jarayonining samaradorligi oshadi. Bu bog'liqlik muhim o'quv natijalarini ta'minlaydi. Tarbiyaning asosiy tizimining o'zgarishlari. Tarbiyaning asosiy tizimi doim rivojlanmoqda. So'nggi yillarda texnologik va ijtimoiy o'zgarishlar bu tizimga yangi tendensiyalar kiritmoqda. O'zgarishlar ta'sir etuvchi omillar orasida madaniyat, iqtisodiy sharoitlar va ta'limdagi yangiliklar mavjud. Bu omillar natijasida metodlar va yondashuvlar ham o'zgarib kelmoqda. Kelajakda tizimning rivojlanishi innovatsion texnologiyalar va global muhit bilan integratsiya yordamida yangi bosqichga o'tishi mumkin. Tarbiyaning asosiy tizimining ishlash prinsipi. Tarbiyaning asosiy tizimining asosiy tushunchalari va rejalarining tayinlangan. Ularning samaradorligini oshirish uchun individual yondashuv, motivatsiya va doimiy nazorat muhim. Tarbiyaning asosiy tizimida o'zgarishlar va yangiliklar. Tarbiyaning asosiy tizimida zamonaviy tendensiya va texnologiya rivojlanishlari yuz bermoqda. O'zgarishlarga ta'sir etuvchi omillar orasida ilmiy izlanishlar, jamiyat ehtiyojlari va xalqaro standartlar bor. Innovatsion yondashuv, masalan, interaktiv
metodlar va texnologiyalar pedagogik jarayonlarni yangilashda muhim rol o'ynaydi. Tarbiyaning asosiy tizimining amaliyotda ta'siri. Tarbiyaning misollar va holatlar. Tarbiyaning asosiy tizimi amaliyotda qanday ta'sir ko'rsatishi misollar bilan ko'rsatish mumkin. Masalan, maktabda individual yondashuv va ijtimoiy muhit bilan ishlash muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy va madaniy kontekst o'rni. Tarbiyaning jamiyat va madaniyat bilan bog'liq muhim. Masalan, madaniyat mos usullar va ijtimoiy normalar bilan muvofiqlashtirilgan yondashuvlar natijasida beradi. Amaliy strategiya va natijalar. Pedagoglar va ota-onalar uchun strategik motivatsion va ijobiy ta'sir oshirish uchun amaliy usullar mavjud. Bu strategiya natijalar tabiiy samaradorligi oshadi. Tarbiyaning asosiy tizimida muammolarni aniqlash. Tarbiyaning asosiy tizimida muammolarni aniqlash jarayoni muhim metodlar SWOT tahlil, sabab natija diagnostik, e'tibor beriladigan omillar, ta'sir doirasi, imkoniyatda muammolarni aniqlash samaradorligini oshiradi va strategiyalarni rivojlantiradi. Muammolarni hal qilish strategiyalari. Tarbiyaning asosiy tizimida muammolarni hal qilish uchun strategiyalar muhim. Ular muammolarni aniqlash, tahlil qilish va yechim topishga qaratilgan bo'lib, har birimiz afzalliklar va kamchiliklar bor. Innovatsion yondashuv, masalan, ijobiy fikrlash va texnologik yechimlar muammolarni samarali hal qilishda yordam beradi. Amaliy misol bilan muammolarni hal qilish strategiyalari yanada tushunarli bo'ladi. Muammolarni bartaraf etishning natijalari. Tarbiyaning asosiy tizimida muammolarni bartaraf etish natijalari aniq bo'lib, muammolarni hal qilish jarayonida muhim darslar o'rganiladi. Bu jarayon tarbiyaning ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kelajakda muammolarni bartaraf etish uchun samarali tavsiya ishlab chiqiladi. Tarbiyaning asosiy tizimi amaliyotda tarbiyaning asosiy tizimining qo'llanishning keng tarqalgan. Masalan, maktablarda bolalarning ijtimoiy axloqiy rivojlanishini ta'minlash uchun pedagogik metodlar qo'llaniladi. Har bir misol o'ziga xos xususiyatlar va natijalarga ega. Masalan, bolalar bilan ishlashda individual yondashuvlar muvaffaqiyatli natijalar keltirishi mumkin. Tarbiyaning asosiy tizimi ahamiyatga ijtimoiy muhit va ta'min jarayonlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bu esa jamiyatning rivojlanishiga yordam beradi. Misollardan olingan darslar kelajakda yanada samarali strategiyalar ishlab chiqishga imkon beradi. Masalan, innovatsion pedagogik yondashuv va texnologiyalar joriy qilish. Tarbiyaning asosiy tizimi natijalar tahlil. Tarbiyaning natijalarini o'lchash uchun statistik metodlar va baholash ko'rsatkich qo'llaniladi. Bu esa natijalarni kvantitiv va sifatli tarzda aniqlash imkon beradi. Kelajakda natijalar asoslangan takliflar ishlab chiqiladi. Masalan, tarbiyaniy jarayonda yanada samarali qilish uchun yangi metodlar va texnologiyalarni joriy etish mumkin. Tarbiyaning asosiy tizimining ahamiyatiga o'zgarishlar. Tarbiyaning asosiy tizimida amaliyotda yuz beradigan o'zgarishlar zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq. Bu o'zgarishlar ta'lim jarayonida samaradorligini oshirishga qaratilgan. Kelajakda tarbiyaning asosiy tizimining rivojlanishi istiqboli innovatsion metodlar va texnologiyalar bilan integratsiya qilish orqali yanada samarali va moslashuvchan bo'lishi mumkin. Xulosa: tarbiyaning asosiy tizimining jamiyatda muhim rol angladik va uning samaradorligini oshirish uchun yangi yondashuvlar muhim. Rivojlanish yo'nalishlaridan innovatsion bilan uni yanada takomillashtirish mumkin. Har birimiz tarbiyaga o'ziga xos hissamizni qo'shishimiz kerak. Foydali adabiyotlar.